Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgan shular. Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham mana o'rnatib oldik. Xo'p, bugun hafta kuniga yakshanba, hammalar dam olish kunlar muborak bo'lsin. Sizlarimiz 23-noyabr 2025-yil. Xo'p, bu eshiromlarimizni Namangan viloyati Norin tumani Uchtepa qishlog'iga o'rnatdik. Bu safargi zakasimiz xudo xolasa NDF zakasidir. Mana holatlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa mana o'rnatish joylarini yakunladik. Yopilishlari. Kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan kishilar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi qilib borayotgan, biz qo'yib borayotgan zakazlarimizni ham kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Videolarimiz keyinroq tarqalishi uchun layklarni ham aytmaslar degan umiddamiz. Holatlarini mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa ideal holatda qilib berdik. Ochiriq yopilishlari bilan atrofiga rezinkalarni qo'yib, oynalari oq oynak, eshikning o'rtasiga gulli qilganmiz. Oynalarimiz germetiklangan. Holatlarini bemalol ko'ringlar mana. Kimda kim shunaqa sifatli eshiromlar, yog'och eshirom bo'ladimi, NDF eshirom bo'ladimi, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401. Bu NDF'imizga qalinligi 0.8 ga tayyorlab berdik. Mana bu yerda 7 dona eshik, 4 dona romimiz bor. Aylantirib, xudo xolasa mana uylarni solgan ekan. Joylariga o'rnatib, hammasini mana ochilib yopilishlari. Yana bir bor kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan kishilar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Bir donada layklarni bosib, oshna-og'ayni, do'st birodarlarga Telegram, WhatsApp orqali podlisa qilib qo'ysalaring, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yog'och eshirom bo'ladimi, NDF eshirom bo'ladimi, qilib berishga harakat qilamiz. Hozir bu yerda podagonni o'rnatish jarayoni ketyapti. Podagonilarni ham o'rnatib beryapmiz. Podagonilarni o'zlari olib berdi, biz o'rnatib joy-joyiga qatirib beryapmiz. Mana holatlari. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa keyingi ishlarni ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Sog' salomat bo'linglar.